Masala unda emas. Muhimi, uning kozida Samira endi o'sha avvalgi qiz emas. U ketishga imkon bo'lganida qolib ketgan qiz. Shohruxsining umidi aynan shu yerda oldi. U Samiraning sababini tushunsa ham, ko'ngli uni oqlamayapti. Bu esa keyingi qismlar uchun juda kuchli zamin yaratadi. Chunki chin sevgan odam darrov nafratlanmaydi. U avval sinadi, keyin sukutga kiradi, so'ng bir kuni kutilmagan qaror qiladi. Shohrux aynan mana shu savfli bosqichga kirdi. Akbar esa meni eng ko'p xavotirga solayotgan qahramon. Uning ko'zida bir paytning o'zida sevgi ham, uyat ham, yo'qotish qo'rquvi ham bor. Bunday odam bir kunda mo'jiza bilan tuzalib ketmaydi. Aksincha, Samira unga mehr ko'rsatgan sari u qizni yanada ko'proq o'z hayotining ma'nosiga aylantiradi. Bu esa ertaga Samira bir qadam orqaga chekinsa, Akbar uchun fojia bo'lishini anglatadi. Menimcha, oldinda Akbar bilan bog'liq juda keskin ruhiy sinov bor. U o'zini chetga tortadimi? O'zini qurbon qiladimi? Yoki kutilmaganda hammani hayratga solib kurashishni boshlaydimi? Mana shu savol butun voqeani boshqa bosqichga olib chiqadi. Shirin esa ikki olov orasida qoladi. U buyruqni bajarishi kerak, lekin bu uyga kirgan sayin u yerdagi og'riqlarni ko'rmoqda. Inson boshqalarning sirini o'g'irlash uchun ularning ko'z yoshiga har kuni qarab turolmaydi. Yaqin orada Shirin birinchi katta tanlovga duch keladi. Topshiriqni tanlaydimi yoki vijdoni? Agar u vijdoni tanlasa, bu o'yinning eng kuchli guvohiga aylanadi. Agar topshiriqni tanlasa, unda uning qo'lidan chiqadigan bitta sabr butun oilani vayron qiladi. Shu sabab 27 qism oddiy otish qismi emas. Bu portlashdan oldingi bo'g'iq sukunat. Hamma gapirayotgandek, lekin aslida eng muhim haqiqatlar hali aytilmadi. Samiraning ko'ngli hali ochilmadi. Shohruxning g'azabi hali to'liq uyg'onmadi. Akbarning sinishi hali oksiriga yetmadi. Shirinning niyati hali bilinmadi. Va sirlarini himoya qilish uchun boshqalarning taqdirini qurbon qilayotganlar hali o'z jazosi bilan yuzlashmadi. Eng dahshatlisi esa shundaki, bu uyda endi hech kim avvalgidek sevolmaydi. Hech kim avvalgidek ishonolmaydi. Chunki bir marta gurur yerga urilgan. Bir marta muhabbat qurbon qilingan. Bir marta haqiqat yashirilgan joyda keyingi qadam faqat og'riqni kattalashtiradi. Endi savol bitta. Kim birinchi bo'lib sukutni buzadi? Chunki shu sukut buzilgan kun bu hikoyada na sevgi avvalgidek qoladi, na oila, na vijdon. Ba'zan bir qizning jim turib aytgan qarori, yuzta baqiriqdan ham dahshatliroq bo'ladi. Bu safar ham aynan shunday bo'ldi. Hamma Samirani olib ketish uchun keldi, lekin oqsirida u hech kim kutmagan yo'lni tanladi. Eng og'iri shundaki, bu tanlov muhabbat bilan emas, yurakdagi istak bilan emas, otasining egilgan boshini qorib ezilgan vijdon bilan qilindi. Shu yerning o'zida 27 qismning asl zarbasi yotibdi. Tashqaridan qaraganda go'yo Samira Akbarning yonida qolishni tanladi, lekin aslida u o'sha daqiqada o'z baqsidan emas, otasining gururini omon saqlab qolishdan boshqa yo'l topolmadi. Va bu juda savfli qaror. Chunki majburlik bilan boshlangan sabr ko'pincha keyin portlaydigan alamga aylanadi. Akbarning tutqanogi, uning Samiraga yopishib qolishi, ketib qolishidan vahimaga tushishi oddiy hissiy sahna emas edi. Bu yerda mualliflar juda nozik bir haqiqatni ko'rsatdi. Akbar Samirani faqat sotin sifatida emas, o'zining singan dunyosini ushlab turgan so'nggi ustun sifatida ko'ra boshlagan. U Samiraga mehr bilan yopishayotgandek tuyuladi, lekin bu mehr ichida qo'rquv ham bor, yolg'izlik ham bor, o'zini yarim odam deb his qilishning azobi ham bor. Eng achinarlisi, u buni yashira olmayapti. Odam sevganida yonida tutishni xohlaydi, lekin jarohatlangan odam sevganida yo'qotishdan qo'rqib, ushlab qolishga urinadi. Akbarning fojiasi ham shunda. U Samirani baxtli qilishni xohlaydi, lekin ayni paytda uning ketishidan o'zi omon qolmasligini ham his qilyapti. Bu esa muhabbat bilan qaramlik orasidagi juda ingichka, juda og'riqli chiziq. Samiraning onasi aytgan og'ir gaplar shu qismdagi eng shafqatsiz lahzalardan biri bo'ldi.
U faqat qaynonalar uyiga kelib janjal qilgani yo'q. U ichida yillar davomida yig'ilgan qo'rquvni, alamni, onalik vahimasini bir varakay to'kib yubordi. U qizining kelajagini nogironlik, parvarish, qurbonlik va umr bo'yi tugamaydigan sinov sifatida ko'ryapti. Bu gaplar qanchalik og'riqli bo'lmasin, uning nazarida bu zulmga qarshi hayqiriq edi. Lekin eng nozik nuqta shuki, u qizining ichki holatini tushunmadi. Samira u yerda sevib qolganidan qolmadi. U uyatdan, qarzdorlik hissidan otasini yerga qaratmaslik uchun qoldi. Onasi esa faqat tashqi manzarani ko'rib, qizining ruhidagi sinishni payqamadi. Mana shu tushunmovchilik keyingi qismlarda ona-qiz o'rtasidagi eng katta masofaga aylanishi mumkin. Abrorning holati esa bu qismning eng fojiali qatlamlaridan biri. U o'zini aybdor deb biladi, shu darajada aybdorki, hatto qizini qutqarish uchun o'z jonini qarz deb taklif qilishga ham tayyor. Bu oddiy otalik emas. Bu yillar oldingi bir qarorning, bir bog'liqlikning, bir ehtimoliy qarzdorlikning bugungi kundagi qasosidir. U qizini olib ketolmay qoldi, chunki u faqat kuyov taraf oldida emas. O'zining o'tmishi oldida ham ojiz edi. Samira aynan shuni ko'rib sindi. U otasining alamini ko'rdi, erkaklik gururi qanday chilparchin bo'layotganini ko'rdi va shu lahzada o'z bakstini emas, otasining qolgan obro'sini tanladi. Bu qaror tashqaridan, kuchli ko'rinsa ham, ichidan juda xatarli. Chunki inson bir kun kelib o'zi uchun yashamagan, har bir kunining hisobini so'raydi. Ikrom esa eng murakkab qahramonlardan biriga aylanib boryapti. U ochiq yovuz emas, lekin uning qarorlari boshqalarning taqdirini sindirib tashlayapti. U hammasini go'yo yaxshi niyat bilan kelgandek, oilani saqlash uchun kelgandek ko'rinadi. Lekin aslida u bir qizning iqtiyorini, bir yigitning sevgisini, bir otaning gururini va bir nogiron yigitning ruhiy beqarorligini bir uy ichiga qamab qo'ydi. Eng qizigi, Ikromning o'zi ham ichidan bu ishning oqibati og'irligini sezib turibdi. U Samiraning ota onasi qarshisida o'zini aybdor his qilayotgani bejiz emas. Bu hissiyot keyinchalik ikki yo'lga olib boradi. Yoki u yanada qattiqlashib, qilingan ishni oqsirigacha himoya qiladi. Yoki bir kuni aynan o'zi bu nikohning qulashi uchun eshik ochadi. Hozircha u ikkinchi yo'lga hali jur'at qilgani yo'q, lekin vijdon allaqachon uning ichida uyg'ongan. Shohruks bilan bo'lgan tunning sukunatli to'qnashuvi esa butun qismining yuragini tilib o'tdi. Samira unga muhabbat borligini yashirmaydi, lekin muhabbatning o'zi yetmay qoldi. Shohruks esa bir narsani kechira olmadi. Samira uni emas, oila sha'nini tanladi. Bu yerda Shohruks haqmi yoki yo'qmi, masala unda emas. Muhimi, uning ko'zida Samira endi o'sha avvalgi qiz emas. U ketishga imkon bo'lganida qolib ketgan qiz. Shohruksining umidi aynan shu yerda oldi. U Samiraning sababini tushunsa ham, ko'ngli uni oqlamayapti. Bu esa keyingi qismlar uchun juda kuchli zamin yaratadi. Chunki chin sevgan odam darrov nafratlanmaydi. U avval sinadi, keyin sukutga kiradi, so'ng bir kuni kutilmagan qaror qiladi. Shohruks aynan mana shu savfli bosqichga kirdi. Akbar esa meni eng ko'p xavotirga solayotgan qahramon. Uning ko'zida bir paytning o'zida sevgi ham, uyat ham, yo'qotish qo'rquvi ham bor. Bunday odam bir kunda mo'jiza bilan tuzalib ketmaydi. Aksincha, Samira unga mehr ko'rsatgan sari u qizni yanada ko'proq o'z hayotining ma'nosiga aylantiradi. Bu esa ertaga Samira bir qadam orqaga chekinsa, Akbar uchun fojia bo'lishini anglatadi. Menimcha, oldinda Akbar bilan bog'liq juda keskin ruhiy sinov bor. U o'zini chetga tortadimi, o'zini qurbon qiladimi, yoki kutilmaganda hammani hayratga solib kurashishni boshlaydimi? Mana shu savol butun voqeani boshqa bosqichga olib chiqadi. Shirin esa ikki olov orasida qoladi. U buyruqni bajarishi kerak, lekin bu uyga kirgan sayin u yerdagi og'riqlarni ko'rmoqda. Inson boshqalarning sirini o'g'irlash uchun ularning ko'z yoshiga har kuni qarab turolmaydi. Yaqin orada Shirin birinchi katta tanlovga duch keladi. Topshiriqni tanlaydimi yoki vijdonni?
Agar u vejdoni tanlasa, bu oyinning en kuchli guvohiga aylanadi. Agar topshiriqni tanlasa, unda uning qo'lidan chiqadigan bitta sabr butun oilani vayron qiladi. Shu sabab ba'zan bir qizning jim turib aytgan qarori yuzta baqiriqdan ham dahshatliroq bo'ladi. Bu safar ham aynan shunday bo'ldi. Hamma Samirani olib ketish uchun keldi, lekin oxirida u hech kim kutmagan yo'lni tanladi. Eng og'iri shundaki, bu tanlov muhabbat bilan emas, yurakdagi istak bilan emas, otasining egilgan boshini qorib ezilgan vijdon bilan qilindi. Shu yerning o'zida 27 qismning asl zarbasi yotibdi. Tashqaridan qaraganda go'yo Samira Akbarning yonida qolishni tanladi, lekin aslida u o'sha daqiqada o'z baqsidan emas, otasining gururini omon saqlab qolishdan boshqa yo'l topolmadi. Va bu juda xavfli qaror. Chunki majburlik bilan boshlangan sabr ko'pincha keyin portlaydi.